trenddagi morojnilarni degustatsiya qilamiz. Birinchi bo'lib dovcha. Wow! Просто bu morojnili dovcha. Bismillahirrohmanirrohim. Realni dovchani mazasi kelar ekan. Aynan kisloy ta'm yoqtiradiganlar mana shu morojnidan обязательно yeb ko'rish kerak. Olchali. Katta giloslarga o'xshar ekan. Buni mazasi shirin, olchani ta'mi kelib turibdi. Любой inson bir marta bo'lsa ham yeb ko'rish kerak. Shu trendga chiqqan sharikchalik hidi ham приятный. Qanaqadirchi zo'r ta'm sharikchalari bor ekan bunda ham. Приятный жвачкаlarning hidi keladi. Lично menga yoqdi juda ham. Keyingisi qovunli morojniy. Qovunni ozroq yaxlagan morojnili varianti. Realni hidi ham, ta'mi ham, mazasi ham xuddi qovunnikidek. Keyingisi bubble gum. Ko'rinishi o'zi необычный juda ham. Mazasi необычный, juda ham shirin emas, shirasi normada. Qanaqadir jvachkalarning hidi keladi, приятный, chernikali. Wow, ko'rinishi вообще zo'r. Og'zim yaxlab ketdi, katta ko'soq tishlab yoribman. Chernikani mazasi keladi, shirasi o'tkir emas, aynan juda ham shira yoqtirmaydiganlar uchun zo'r maza. Moskovskaya lakomka. Mana bu ustidagisi kakaoli mazza keladi. Shunaqa batonchikli usti qoplangan, ichi juda ham yoqimli, mazali plombir ekan. Shunaqa morojnilarni просто sevaman. Mana shunda olib ko'ringizlar, aniq yoqadi sizlarga. Olmali. Olmani mazasi bor. Qanaqadir zo'r, menga yoqdi. Bu morojniyni просто hidiga mazza qilib ekansizlar, juda ham приятный hidga ega, yoqimli mazzaga ega morojniy. Hamma bolalarning orasida trendga chiqqan labubuli morojniy. Endi mazzasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasi необычный. Wow. Ko'rinishi ananasga birga bir o'xshabdi lekin. Mazasi zo'r. Ustidagi shokoladi ananas mazasini berib turibdi.